shaxsiy brend deylik. Qani o'sha shaxsiy brend qayerda rostdan ham? Qayerda? Qo'l bilan ushlab bo'lmasa shaxsiy brendni to'g'risida bitta tashkilot bo'lsa, mana palonchini shaxsiy brendi deya olmaysiz. Palonchini ofisi deysiz. Shaxsiy brend bu siz MS Akademiya desa ko'z oldiga kim keladi? Men kelaman. Nur Production desa kim keladi? Men operator bola keladi. Shaxsiy brend shu siz, biz. Shaxsiy brendni tashkil qilish uchun ekspertni o'zida bilim darajasi bo'lish kerak bo'ladi. Agar shaxsiy brendni o'sha bordigu forumda aytayaptiki, savol beryapti. Shaxsiy brend qurishim uchun nimalarga rioya qilishim kerak deyapti-da. Shaxsiy brend qurishing uchun sen o'zing tuzishing kerak, sen o'zing bir bilim olishing kerak. Instagramni yuritadigan content makerlar, mobilograflar palonchi yoki kosmetolog palonchi deb nom qo'ygani, u nom u shaxsiy brend hisoblanmaydi hech qachon. Xo'p, ular Instagramingni yaratib berdi, lekin uni olib ketish, rivojlantirish baribir shaxsni o'ziga bog'liq bo'ladi. O'shanda shaxsiy brend rivojlanadi. Olib keta olmasa, targetga o'tirib qolsa, o'zida yangi kreativ ideya bo'lmasa, o'zini ustida ishlamas ekan, bu shaxsiy brend emas, prosta Instagramdagi nom.